O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo akademik litseyida bitiruvchi yoshlarga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Unda o'quvchilarning ota-onalari, yaqinlari hamda ta'lim muassasasining o'qituvchilari ishtirok etishdi. Hozirgi lavhamiz shu xususda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo akademik litseyida ta'lim va tarbiya olib, o'zida ichki ishlar organlari uchun zarur bo'lgan dastlabki kasbiy bilim, yuksak vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy fazilatlarni shakllantirgan. Kelgusida yurtimiz ravnaqi va tinchligi osoyishtaligiga o'zining chinakam hissasini qo'shadigan 158 nafar o'quvchi yoshlarning bitiruv tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi mas'ullari hamda bitiruvchi yoshlarning ota-onalari ishtirok etishdi. Tantanali tadbirda so'zga chiqqanlar ta'lim dargohini bitirayotgan o'quvchilarning olgan bilimlari orqasidan erishgan yutuqlar haqida ham so'z yuritib, ularning kelgusidagi ishlariga omad tiladi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismi o'quvchilarga diplomlarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Diplomlarni qabul qilib olish jarayonida har bir o'quvchi o'g'il-qiz g'urur va iftixor bilan O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman deya ona vataniga o'z sadoqatini namoyon etishdi. Bugun men uchun har bir bitiruvchi uchun juda ham hayajonli va unutilmas kun. Bu kun bizning xotiramizda bir umrga muhrlanib qoladi. Yangi O'zbekiston yoshlarimiz avvalambor mana shu litsey rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bular bizning o'qishimiz uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berdilar. Men bugungi kunda nafaqat shu litseyni bitirganimni his qildim, avvalambor vatanim oldidagi burchimni bir karra his qildim. Mana shu madhiya aytilganda juda ham hayajonli bo'ldi. Avvalambor mana shu kursdoshlarim va o'zim kelajakda barcha o'ylagan niyatlarimizga erishimiz, o'quv dargohlariga grant asosida kirishimiz bu biz uchun sharaf, katta mas'uliyat hamda faxr hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida o'tgan o'quv yilida Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo akademik litseyini tamomlagan 156 nafar bitiruvchilarning 153 nafari, ya'ni 98,1% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilinib, bu borada Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari orasida ikkinchi o'rinni egalladi. Joriy o'quv yilida bitiruvchi o'quvchilardan 40 dan ortig'i litseyni bitirmasdan xorijdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Mana bugun Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo akademik litseyida navbatdagi 2024-2025 o'quv yilini yakunlab, bitiruvchilarimizga oq yo'l tilab bugun bitiruv marosimini o'tkazdik. Akademik litseyimizda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bu yilgi bitiruvchilarimizning 71 nafari xalqaro va milliy xorijiy tillarni bilish sertifikatiga ega. Bundan tashqari bitiruvchilarimiz 24 nafarida milliy sertifikatlar umumta'lim fanlaridan olgan. Bitiruvchilarimizning 7 nafarida ham xorijiy, ham milliy sertifikatga ega o'quvchilarimiz mavjud. Tadbir davomida so'z olganlar ushbu bilim dargohi va bitiruvchi o'quvchilar haqida o'zlarining iliq fikrlarini bildirishdi. Tadbir so'ngida bitiruvchi yigit-qizlar tantanavor yurishga saf tortishib, o'zgacha hayajon, o'zgacha g'urur va viqor bilan safdan o'tishdi.